Assalomu alaykum. Mikroqarz nima va uni qanday olish mumkin? Kutilmagan moliyaviy qiyinchiliklar yuzaga kelganda mikroqarz kabi kredit mahsulotlar turi qisqa muddatli va har qanday maqsadlar uchun sizga pul mablag'larini tez va oson olish imkonini beradi. Mikroqarzlar banklar va mikrokredit tashkilotlari tomonidan to'lovlilik, muddatlilik va qaytarish shartlari asosida faqat jismoniy shaxslarga taqdim etiladi. Mikroqarzning miqdori qarz oluvchining to'lov qobiliyatiga bog'liq, ammo 50 million so'mdan oshib keta olmaydi. Mikroqarz O'zbekiston Respublikasi milliy valyutasida naqd yoki bank kartasiga naqd pulsiz ko'rinishda taqdim etiladi. Shu bilan birga bank kartasi debet yoki kredit kartasi ham bo'lishi mumkin. Naqd pulsiz shaklda olingan mikroqarz bank kartasidan foydalanish orqali tovar, ish va xizmatlar uchun to'lov imkonini beradi. Mikroqarzni qanday olish mumkin? Birinchidan, qulay shartlarda mikroqarzni taqdim etishga qodir bank yoki mikrokredit tashkilotini tanlash kerak. Mikroqarz berish shartlari haqidagi ma'lumotlar bilan banklar yoki mikrokredit tashkilotlarining rasmiy veb-saytlari, agar ular mavjud bo'lsa, yoki ularning ofislariga tashrif buyurish orqali tanishib chiqish mumkin. Mikroqarz olish uchun murojaat qilinmoqchi bo'lgan tashkilot tanlangach, bank yoki mikrokredit tashkilotiga quyidagi hujjatlarni taqdim etish kerak bo'ladi. Mikroqarz olish uchun ariza, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport, ID karta, yangi namunadagi haydovchilik guvohnomasi yoki harbiy bilet, faoliyat va daromad haqida ma'lumotlarni o'z ichiga olgan hujjatlar. Mikroqarz bo'yicha ta'minot, uchinchi shaxs kafilligi, sug'urta polisi, likvidlikka ega bo'lgan mol-mulk garovi va boshqalar bo'lishi mumkin. Mikroqarz beruvchi tashkilot arizani olgandan so'ng 3 ish kuni ichida uni ko'rib chiqishi va qaror qabul qilishi shart. Mikroqarz berish to'g'risida ijobiy qaror qabul qilinishiga ta'sir etuvchi omillar ham mavjud bo'lib, ular quyidagilar hisoblanadi. Ijobiy kredit tarixi, doimiy daromad manbasining mavjudligi, yetarli ta'minotni ta'minlash, kerakli hujjatlarni to'liq taqdim etish. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, ba'zi banklarning mobil ilovalari masofadan turib mikroqarz olish imkonini beradi.